Keyingiz o'tiring. Mayli. Ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ketdim. Yo, ma'lum chorda. Umid oldi. 2 yosh bo'lmasa. Bosham? Kistaylaymiz. Yo'q, kesmaymiz. Realni navar uchun edi, tushunyapsiz. Hech kim bo'la olmaysan-da. Shunchaki salomga ayolman. Qaniydaning javob bermoqchi bo'lsangiz. Assalomu alaykum, bizlar kuzatib borayotgan Triple Uz obunachilari. Bugun bizga yangi mehmon, kutilgan, eng zo'ri Qo'rg'onli Abbosxon. Assalomu alaykum. Jigarimga tekkizadi. Jigarga. Bu kishini har bitta mikrofon bilan savol berish $100. Choq $100, choq $100 bo'lib ketaveradi. Abbosxon, Abbosxon yaxshi. Abbosxon, men bugun Yo'q, Qo'qonli emas, Qo'rg'onli bugun gapirdi. Abbosman dedi. Yoshligimga bek bo'lganman dedi. Yoshligimda Abbos 40 yoshdan keyin xon bo'ladi. Xon. To'g'ri, hozir Abbos. Pasportda xon. Abbos. Ya'ni 40 yoshdan keyin xon bo'lasiz. Xongacha ozgina bor. Avvalambor assalomu alaykum qadrli muxlislar, sog'misiz, salomatmisiz? Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun o'zimizni ona yurtimiz Katta Qo'rg'onda bugun intervyu. Men kecha Toshkentdan keldim va akamga va'da qildim. Yig'lash akamga aka borishim bilan va'da xudo xolos bir qatnashaman dedim. Lekin olding sonlarni ko'rib keyin keldim. Nima ekan o'zi? Lekin menga yoqdi. Ko'rsating. Yaqinim. Shunday. Bitta boshini tashlasak hammasi joy-joyda. Men ketdim men. Yeyman. Yo, ma'num chorda qoldi. Hello. Hello. Bo'lmasa. Charchamayapsizmi aka? Siz qiynamaylik. Siz shunaqa qiynalgansiz. Abbos. Dilshod qiynasin sizni bo'lmasa mayli. Mayli. Dilshod bir savollar Sizga zo'r savol. Birdaniga savollarga o'tamiz. Qanaqa qilasiz? Assalomu alaykum sizga qani. Uydagilar tinchmi? To'g'ri, odamlarga qiziqmas. Salom alaykum. Bilan next bo'lganmiz. Bu akam hayot mamot masalasini boshlab qo'ydim. Men nima deyapsiz? Ha, ketdik. Ha, biz Abbosga zo'r qiziq savollar tayyorlaganmiz. Birma-bir Abbosxonga, Abbosbekka. Bekmas, Abbos bo'ldi. Bo'ldi. Abbosga O'zi. To'lka gazga Abbosga zo'r savollar beramiz. Ket. Abbos qarang, efir vaqtida boshlovchilaringiz bilan To'satdan Farina bilan bir-birlaringizni qandaydir neto vaziyatga tushirib, yo bo'lmasa xafa qilib qo'ygan vaqtlaringiz bo'lgan. Gapiring qani shunda. Efir paytida voy. Qandaydir menga bo'lib qoladi ekan, xafa qilib qo'yib, neto gapchalar. Shu haqida bir gapiring deyishdi. Mana ko'rsatuv, mana misol uchun biz haftasida 3 kun syomkadamizda. Viloyatlarga chiqsak har kuni 4 kun ketma-ket ishlaymiz. Efirimiz har kuni ertalab kechqurun bo'lganligi uchun qaysidir bir joyda hazillarimiz anaqa bo'lib qoladi-da. Endi o'zingiz bilmagan holatdan o'tkazib yuboriladi. Ba'zida ba'zi tarafda o'sha payt yo'q. Birdaniga so'p qildirib, "Men bunaqa narsani gapirmay qo'ya qol." Demak, biz Abbos aka mana gapirmay qo'ya qolaylik deydi. Shundan o'zgartirib ketamiz. Lekin bir ko'rsatuvda xafa bo'lib qo'yib, keyingi ko'rsatuvgacha insonni xotirib yurish bo'lmaydi. Chunki ko'rsatuvimiz odamlar shu uchun ham yaxshi ko'radi-da. Biz haliga bir-birimizni hazilimizni tushunganimiz uchun odamlarga biz o'sha urushimiz qiziq. O'sha efirda ko'rsatuv boshlanganda odamlar bilan bo'lgan suhbatlarning prosmotri baland bo'lardi-da. Hozir Farinani o'zi bilan salom qayr jarayonimiz prosmotri baland bo'lib ketdi. Ya'ni odamlarga qiziq biz urushimiz. Hozir kimdir gapdan e'tiroz qilib o'tiradi-da. Qaysidir moment Farina yedirib qo'yadi. Qaysidir aytma. Shuni hisobiga biz yutib ketdik-da. Yomon emas. Zo'r. Keyingi lekin o'zi qarang, Farina bilan siz Instagramga bo'yanki, televideniyega juda yaqindasizlar. Bo'yanki ko'rsatuvlarga, barisiga juda yaqin, inoq, opoq-chapoqdasizlar. Boshlagan mavzusini qarang. Qiziqda. Farina bilan faqat shu ommonlikka shundaymisizlar yaqin yo bo'lmasa efir tugagandan keyin bo'p sog' bo'ling. To bu efirgacha yana keyin ko'rishib, yo bo'lmasa hayotga ham juda yaqinmisizlar yo salom alaylarsiz bormi faqat? Men Farina bilan har kuni ertalab bitta yozishamiz. Syomka bor kuni, ya'ni qayerga boramiz degan savol. Şimdi misol uchun Chorsu bozorga chiqsak, Farina Chorsuga keldi deb yozib qo'yaman. 1 soat oldin kelish, biz operatorlar kelish yig'ilguncha. Lekin bir hayotda bir yaqin anaqamiz yo'q. Mana bo'ladi-ku inakda mana ishdan tashqari misol uchun qaysidir hamkasbingiz bilan misol uchun ko'rishib birorta bir restoranga borish yoki qayerga aylanish bizda unaqa narsa yo'q.
ish tugagandan keyin ko'chada o'zimiz reklamalarimiz bor, qaysidir bir tadbirlar chiqib qoladi, ikkalamiz birga qoladigan. Ana o'shanaqa momentda gaplashmasak, lekin ana bir Instagramda yoki bo'lmasa bir Telegramda bir yaqin bir anaqamiz yo'q. Uni boshqa ko'rsatuvlar ochilib ketdik, hatto yozgan chatimgacha ochib beruvdim. Yo'q, anaqa yo'q. Sevgi bu yo'q, fake'dan yozishamiz. Hozir 70% savollarimiz Osmon ichib ketdi. Shunday. Просто salom alaymiz bu deyapman. Tamam. Gap. Buni backstage gapirgan gaplaringizchi? Qaysi? Nima backstage gapiraman? Zapis qilish kerak edi. Zapis qilinmoqda-da. Ko'rdinglar? Puxta. Shustre bo'lish kerak vallahi. Savollar javoblar tayyor. Lekin bizda bu savollar kam edi. Biz bilgandik. Dilshod, davom etavering. Zo'r keldi-da. To'y marosimlariga chiqib qolasiz-ku, qo'shiq aytish kerak bo'lib qolsa-da. Brat kelsa-da, chindan ham chotki brat kelsa-da. Chotki brat qanaqa bo'ladi? Endi normalniy bo'lib qolgan brat kelib qolsa-da. Tushunyapsizmi? Abbosjonda shu xudan ayting, shu maza qilaylik, shu qaynonam to'yga bir maza qilib o'ynasin, siz qaysi qo'shiqda aytib berasiz? Qaynonam eng qiziq joyi shu-da, tushunyapsizmi? Savolni qiziq joyi shu. Mayli, anani aytdim. Kimdir endi qaynonasi yaxshi qiladi. Davralarda o'ynasa onamni aytiraman. Endi qaynonamga ham qo'shiq yo'q-ku. Nima? Lekin show biznesga kiradigan qaynona haqida bitta qo'shiq aytsangiz, bizni ko'rsatuvda bitta bola qaynonasi haqida she'r aytib chiqdi. Siz meni ikkinchi jannatim, nimadir deb she'r aytib chiqdilar-ki, katta biroz mutroga aka. o'sha bola bormi hozir? Ha, qaynonasi uyda yashayapti. Anonimda tashlab o'tadi bolalar qaynonasi. Ona keladi. Albatta hozir. Endi bu anaqada. Bunda olib qarasa aka, qaynona ham shu ayolingiz endi uylanmadingizmi? Qarab. Yo'q. Yangamni onasiz. Mana hozir mana biz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Mana agar sizga bugun savol bersam men, qaynonangizga 3 ta sabab uchun bunga rahmat ayting desam, nima uchun rahmat aytasiz? Sanaymiz. Birinchisiga yordam bera olmaysiz. Yangamni dunyoga keltirganlar uchun. Bo'ldi. Mehnatchilarning qaynonalar ko'rayotgan bo'lsangiz, marhamat. Ko'radi. Yana ikkita sababni ayting. Nima uchun ularga rahmat deysiz? Mana birinchisi qizlarni dunyoga keltirganlar uchun. Xo'p. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi shu. Ya, boshqa. Nima ya? Nimaga? Nima endi siz? Mavz, vobshe nimaga? Qaynonaga bironta rahmatingiz yo'q bo'lsa. Nimaga rahmat deysiz? Uyarmaysizmi birodar? Kesmaymiz. Ya, kesmaymiz. Montaj o'zim o'qidim. Birinchisi mana pul berganlar, ikkinchisi mayli sizga berganlar uchun deylik. Shuncha odam bor demay. Uchinchisi nima? Qadrli mehmonlar, mana hozir bu savolni berib bersak, bu kishimga ham beramiz. Mana bo'lajak qaynotasi chaqirasiz. Qaynotasi nima degan? Dadamning. Hali qaynota yo'q, qaqdan Nima deysiz xo'p? Nima deyman? Mana uylanganingizdan keyin misol uchun murojaat qilsangiz, bu shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, murojaat qilishingiz kerak. Men Jo'ram tanlavdi. Jo'ram nima deystingsa, aya deystingmi? Ya! Ya Jo'ram ayjon deysiz-da. Hamma mayli xola deyman, amaki deyman. To'g'risini aytsam ayjon deysizmi yo'q? Mana, yo'q. To'g'risini ayt. Onajon bir dona. Ona bir dona. Ya, ona bir dona men. Yo, ona aya bir kishini aytaman faqat. Nima deysiz qabulan? Xola deyman. Xola deysiz. Xolaga nima uchun rahmat? Xolaga yosh poзволять qilmasa-chi? Xola deyman. Xolachi. To'xta yana men ana o'qlarimni oxiriga saqlab qo'ydim. Men nima dedim? Savoliga qarab. Hazillashib O'sha boya terlamadim deb bitta qaynonasi terlab turardik mayli. Senga shu savolni bermadim. Men gapirganga kelishim. Yo, men uzatganim yo'q. Endi bunchalik seriozli bo'lib ketishim bilan hamma endi keyingisi kelayotgan. Abbos qarang. Boshlovchi odamlarni, mana boshlovchilik qilayotgan, sizga o'xshab show biznesdagi odamlarni yuzida o'sha juda zo'r ana rivojlangan bo'ladi-da. Juda ko'p ishlab, kulib, faqat ana shunday kulib yurgan odamlarni uxlagan payti ham bitta kulib turar ekanda, o'shanda kechalar qo'rqib ketmaysiz. Zo'rda, zo'r savolda. Anatomiyada o'qiganman, bilaman. Anatomiya nima bor hozir? Ya, musha farqi ketyapti. Yuz mushaklar shakllanib ketganda, bu uxlagan payt. Ya, uxlagan paytda lekin 2 yosh bo'lmasa. O'zi aka uxlashga Xudoyimga shukr bir paytlar orzu edi shunday ish ko'p bo'lishi. Hozir ba'zida shuni olib qo'yamiz, ish ko'p u deb, lekin hozir uyga amalab kirib olsam bo'ldi. Shu vaziyatda onamga rahmat aytish, qachon kelsam kutib o'tiradi, 3 ta kelsa to'liq qorni ochib o'g'lim uyg'onib
Onam sizga rahmat. O'ylantirish kerak ekan Abbosni. To'y yaqin. Balandroq ayting. Abbosjonni o'ylantiringlar, iltimos sizlardan. Nimadirlarga homiylik qilamiz. Sizlar o'ylantirsanglar bo'ldi. Dada, aya. O'ylantiringlar. Homiy topildi. O'zi kutib yuruvdim sen. Biz bilgandik, biz kutgandik. Siz savol bermaysizmi menga? Ya bu bersin. Men hozir. Ha, beraman, to'xtang. Malika, bunaqa. Bu kishimniki ha-yu. Bo'la, okey. Vibu. O savol. Tez savol javob. Chingiz Tim. Ha. Endi keyingi savolga keladigan bo'lsak, qarang. Instagramdan kelgan сообщениyalar bor, direktga, zaproslaringizga yotadi-da. Mashlardan nechi foizi qizlardan kelgan, nechi foizi to'y marosimlariga chaqirib, yo'lmasa qizlardan kelgan sevgi izhorlarmi, nimalar bo'lgan bir aytib bering. Eng ko'pi qaysi? Qancha qiz yozgan sizga? O'tgan kuni o'rtoq bilan o'tirib shu narsa qiziq bo'ldi-da. Bir ochib ko'rganmisiz? Men har kuni zapros o'qiyman. Voy. Mana bo'sh qolib ketsa zapros o'qiyman. Odamlar yozadi endi. Ba'zi odamlar borda, ani admin nomer qo'yib qo'yganmiz xizmatlarga, lekin kimdir chetda bo'ladi-da, ani kimgadir to'yona qilay deydi yoki emas o'zi chetda pul yig'ib to'yiga kelib aytadi, Instagramimizga yozishadi, javob beraman. O'tgan kuni qiziqdi. 9000 ta bo'libdi podpисчигim. Plus minus ozgina qoldi. Shuni ichidan 720 mingtasi qiz bola ekan. Akkauntda. И возрastda 17 dan 24 yoshgacha bo'lganlar ekan. Ko'proq. Crash. Srochni Yosh bo'yicha shunaqa o'tkazaman, o'zim ham qiziqdim-da, o'sha Instagramda hamma narsa ko'rsa bo'lar ekan, o'sha yoshi, qaysi davlatdan ko'rsatadi. O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya, keyin Qirg'iziston ko'rsatar ekan. menga uydagilar sonini bering. O'zim telefon qilayman, o'zim. O'ylanaman deyapti. Shuncha qiz kuzatar ekan. Aqlingizroq qilaylik. Nima Endi deysizlar? bilaman bo'lmaydi, bironta jo'rlarim bor shunga qiz bola akkauntida. 720 mingta. Balki. Hilol kuzatadi shularda. Hozir harf bilan boshlangan bunaqa. Ay yo'q, biza bilib qoldik sirlarni. Ha, keyingisi kelayotgan bo'lsa, qarang, agar sizni to'yga chaqirsalarda, xizmat qildirsalar, siz borib zo'r xizmatchan o'tkazsangiz, lekin ketayotgan paytingizga kelsa, mana hisob kitob joyiga. Baraka toping baljonim, sizni duo qilib qo'yamiz, siz qanday mimika qilgan bo'laysiz, qanday bo'lsa sharoitga tushaysiz. Mana shu joyda mana administrator ishi foyda beradi. Ya'ni bizda shunaqa misol xizmat chiqsa, bir oydan uzoq bo'lgan sur'atga xizmat olmaymiz. O'tgan kuni shu narsa bo'yicha bir kishi juda talashib qoldi. Aka telefon qilyapti, dekabrda to'y deyapti. Mana 2 hafta bo'layotgan narsa. Dekabrda to'y necha pulga chiqasizlar? Admin oldinda. Akajon, dekabrda to'yga chiqa olmaymiz. Hali narx ayta olmaymiz. Endi hozirgi narx mashincha, lekin o'sha paytga kelib buncha bo'lib qolsa, yo'q, hozirgi narxni o'zgartirmaydi u bu. Bitta narsa borda, misol uchun qaysidir bir qo'shiqingiz yoki emas bir narsangiz hype'ga ishlab katta prosmotr olib ketib qolib, ko'tarilib ketib qolsangiz, misol uchun hozir bir 500 dollar gaplashgan joyingiz ertaga 1,5 ming dollarga boradigan bo'lib qolsangiz, u odam 500 dollar borish o'zingizning nafsingizga yoqmaydi. To'g'ri, lafz degansiz borib berasiz. Endi xudo ko'rsatmasin, bironta bir san'atkor ertaga bir qayerda bir zafari chiqib ketsa yoki bo'lmasa bir siyosatga qarshi ketib qolsa yoki bo'lmasa bir nimadir bo'lsa, u odamning o'ziga misol uchun buni hurmati tushib ketsa, misol to'yga o'sha odam kelsa, odamlar nimaga chaqirding deydigan bo'lsa, u odam o'ziga 5 dollar zafar bo'lib qoladi. Shuning uchun aka shunaqa vaziyat bor tushundir. Pul masalasiga kiradigan bo'lsak, bir oy buyoqdagi to'yga pul 100 dollar zakat tashlaydi. O'sha kuni to'y olmaymiz. To'y olishimiz qaysi misol? Katta o'randa to'y oldimmi? Katta o'randa o'sha vaqtda olishim mumkin boshqa soatiga. Bir oyga. Lekin boshqa viloyatda olmayman, ya'ni ulgurmaydigan joyimda olmayman. И boraman. To'yxonaga kirishimiz bilan admin tushib, salom alaykum qilib, pulni olib sanaydi. Mashinaga kelib qo'ygandan keyin planshet olib kirib ketadi. Keyin biz kiramiz. Ha, pul 100% olgandan keyin. 100% olgandan keyin xizmat. Chunki ko'p bo'ladi shunaqa vaziyat. Juda ko'p san'atkorlar ekan, ha, kiravering, hal deb qo'yadi-da. Chiqqandan keyin pulga talashadiganlar bor. Shunaqa. Ha, ukajon deydi, davra zo'r bo'ldi, qisir yaxshi bo'ldi-ku. Bir ikkita shunaqa odamlar bor. Ana cho'ntagingizdan pulni chiqaring, qistir necha pul bo'lgan bo'lsa, ayiramiz deydi. Qistiruv. Qiziq-ku. Bular qaroli. Ayiramiz deydi. O'shanda sal bunaqa vaziyat bo'lib qoladi. Keyin bitta narsa bor, san'atkorlarning siri. San'atkorga pul qistiriladi-ku, san'atkor cho'ntagidagi pulni ham, qo'liga bergan pulni ham orqaga qiladi qo'lini. Admini kimdir olib oladi. Shuni sumkaga soladi, instrument sumkasining ichiga. Shunaqa vaziyat bo'lgan bir san'atkorda, ustoz san'atkorda o'zi 100 ming, 200 ming qistirganda, 100 dollar qistirdim, pulni berib turib olgan uchun. Bo'lib qoladi odamlar, ana nech pul qistirdi, muncha bo'lib qoldi deydi. Har odam bosh uchun strafkani olib kelgan kiramiz-da. Yomon emas.
Yaxshi. Keyin qarang, endi zo'r savolga kelayotgan bo'lsa, mana siz qo'shiqlar aytyapsiz-ku, qo'shiqlaringiz bor, zo'r topga chiqib ketgan. Ana shu qo'shiqlaringizga eng katta boyanki negativ yozgan yoki bo'lmasa hate qilgan odamlar nima deysiz? Mana sizga ochiq maydon. Nima degan? 3 ta top bering. Yo'q, mana. Heytsiz. Heyt yo'q. Umuman yo'q. Umuman hate yo'q. Allohimga ming qatla shukr, shu paytgacha na Instagramimda bironta kommentariy o'tarib qilganman. Na YouTube'imda. Men boshida juda qo'rqdim. Xullas, ozgina ijodimizda o'zgarish bo'lib 6 oy ishsiz qolib ketdimmi? 3 yil oldin. Bir jamoada ijod qilardim. O'sha jamoadan chiqib ketganimdan keyin shu yerdagi bir inson aytdi, "Hech kim bo'la olmaysan" dedi. Endi u payt endi maktab 11-sinf bitirib, endi institutga topshiradigan paytim edi, abituriyentlik payti edi. Hech kim bo'la olmaysan baribir. Uyda degan gaplar bo'ldi-da. Qaysi bir ma'noda o'sha anaqasiga tushib qolasiz. Kimdir anaqasi to'g'ri. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz bo'ladi, lekin qaysi bir ma'noda o'zingiz bag'ri yolg'iz qolgan savol berasiz. To'xta, rostdan shunaqa bo'lsa-chi. Samonushение. Ha, o'zingiz savolga qo'ymasizda, keyin o'sha payt men aytdim-da, xudo dedim, o'zingga tavakkal qildim. O'shanda onamga aytdim. Ona dedim, siz duo qilavering, dadamdan onamga aytdim. Xudo xolasa peshanam bo'lsa dedim, san'atni o'qib ketarman, muxlisim bo'lardim. Bo'lmasa dedim, shu katta Qur'onga borib, bironta joyda dedim, birontani qo'lida ishlashga ham roziman dedim. Ya'ni endi men Toshkentga ketganman, o'qiyman, shu san'atkor bo'laman, boshqa bo'laman. Bo'laman. Onam bo'ldi, o'g'lim bosdilar. Keyin bir uyda opamiz o'tadigan bo'ldik, u bo'ldi, xolos 6 oy ishsiz bo'ldim-da. Endi u jamoadagilarni bilan aloqam bor-ku, men urushgan odamlar bilan olmasam. Endi gap chiqqan. Mana ketdi, nima bo'ldi degan narsa. Oxirgi tochkasi hal bo'lyapti. Keyin men aytdim, xudo xolasa shunaqa bo'laman dedim. Butun jamoang bilan mashg'ulligingni qilib kelsa ham bo'la olmaysan dedim-da. Xudo ish qaysi ma'noda bo'ldim. Keyin qo'shiqchilikka keladigan bo'lsak, o'sha payt shunaqa moment bo'lib qoldiki, blogerlar qo'shiq aytdi. Vaynerlar qo'shiq aytib ketdi. Nima deydi? Ozgina Instagramda hype bo'lib podpishchilikdan hamma qo'shiq aytib ketdi. Hamma qo'shiqqa kirib ketdi. O'sha payt kirib ketib qoldi. Bir patok shunday bo'lib qoldi. Ularni kommentar o'qiysiz, sanga nima bor edi qo'shiq aytib, sen nima qilasan qo'shiq aytib degan gaplar bo'lardi-da. Bu yoqqa kelgan operator aytyapti. Keyin uzr ketib qolyapti. o'sha shunaqa deganda shunday qo'shiq qo'ydim. Birinchi oy charos qo'shim, birinchi qo'shim. Bir oyda 9 ming prasmot olyapti-da. Keyin kommentar yo'q yomonlik. Ikkinchi oy 12 bilan ketadi, hozir 35 millionga chiqdi prasmotlar. Bironta yomonlik yo'q, bironta negativ yo'q. O'zim miyamga aylanib qolgan, oba yana yasadim. Kun bo'yi charos. Virusni qo'shiq qilinganda o'sha qo'shiqqa so'z uchmatadigan qaytarsa virusni qo'shiq deydi. Klipga ana qiz o'ynagan-ku. Sheriklari bor. Fariz. Faqat o'shani ko'rar ekan. Yo'q, gap emas. Urishamiz. Bu hozir Yo'q, o'sha qizni oti Charosda yuraydi. Ko'pchilik Ko'pchilik shunday ko'chada ham charos nima deb asab chiqib qoladi. Ya to'g'ri ma'noga olinglar-da. Endi to'g'ri, oddiy xalq uchun-da. bittagina rasmga like bossin. Deyto'ring. Kimga? Bittagina rasmga bossin. Kim men? Farina, agar shu intervyu ko'rayotgan bo'lsang, Black of Instagram akkaunt ekanman. Oxirgi postiga salommi, bir nima deb bunday stiker tashlab qo'ysang ham bo'ldi. Hammasi. To'xtang, bir notamon ham bu. Bu uylanmagan, vaqti uylanmasa-chi keyin. Mayli, o'sha stikerga uylantiramiz, qanday o'ylan chiqadi. Stikerga qarab, O'shanga qarab. telefon almashtirmayman endi. Ha, mayli, kiloringlar. Bir repeat qilib qo'yib kommentariyani. Instagram вообще. Men yulduzman deb. Kulib o'ylaylar. Keyingi o'tiring. Mayli. Ha, mayli, qarang, yana bitta zo'r bo'ldi. Agar sizga shunaqa возможность bo'ldi, u bo'lib qolsa-da, tilamaylamay qoldi-da. Shunaqa возможность bo'lib qolsa, vakillardan va qo'shiqchilardan qaysi kishini ovozini butun umr o'zingizga olib ishlatgan bo'ladi? Yoqadi. Kimdir o'shani ishlatgan bo'ladi. Yo'q, gap yo'q. Nima qiladi? Eshitmagandim. Mana shunaqa bir qiziq savol. Nima dedim boshiga? Gap yo'q. Mana Mana san'atkorlardan juda ham ko'pini ijodini yaxshi ko'raman. Ana bir ma'lum bitta odam yo'q-da, eshitadigan bo'ladi. Kimgadir muxlislik qiladi. Har doim shashasini eshitadi, nimadir qiladi. Siz Mirovoyga olib kelib gapiring qani? Mirovoyda to'g'ri desam chetdan ancha-muncha eshitmayman. Kam eshitaman. Ko'proq o'zbekcha qo'shiq eshitaman. O'zimizdan hammani yaxshi ko'raman, lekin agar ovoz jihatdan bo'lsam, bir inson ovoziga tan berganman Abdulla Qurbonov. Ustozim uylariga borib onalardan o'zlaridan duo olganman. Bu odam ovozida boshqacha ishlar bor ekan. To'g'ri, ovoz nuqtai nazaridan
ovozi kuchlilar juda ko'p. Misol uchun Shohjahon aka Jo'rayev ovoz shunaqa buzib yuboradi. Ha, akaga. Mana degan, mana yaqinda ham Dilorani qo'shiqlari boshi men eshitaman. Hamma san'atkor yangi chiqdi qo'shiq aytsa YouTubedan kirib eshitaman, chunki nega? Biz ham shuni ichidamiz. Endi ular bilan o'zini tenglashtirmoqchi emasman. Biz endi havaskor, ularga havas. Endi ularning yo'lini ko'rib, misol uchun nimadir olamiz, qaysiroq aytsa o'g'irlaymiz. Shunaqa. Shirin joyini, izingizni o'g'irlaymiz. Eshitaman, lekin agar ovoz olish kerak bo'lsa, men Abdulla aka ovozlarini olaman. Ana eng go'zali. Onajon, men aytolmaymanki. O'tib ketsin sizga shunaqa zo'r ovozli. O'tib ketsin sen Abdulla aka o'tib so'rayapsizlar. Hozir Samir aka bizani operatorimiz hozir o'tirgan narsasini uradi. Yo, jasur javob shunaqa berilgan. O'zim Hozir ana stressdan kelgan bu. Manchi, men ham stressdan Qiziq yo'q, sen stress. Jaskalik nomer deymizda. Bo'ldi, men savolga. Endi savollar Mehrojga o'tamiz. Mehroj bo'lsa, keling, telefonga qaramay gaplashaylik. Shunisi qiziq bo'ladi. Yo'q, men qarang, men telefonga qaramay gapirsam, Endi men buzvorasiz. Endi men qayersiz? Ammo qilib tursam ko'rinamanmi yo'q? Yo, mana anaqa bo'ladi-ku. Ya'ni Yo'q, sizni o'zingiz qiziqtirgan savollar. fundamentdan olsam bo'ladimi? O'ylab ko'rish kerak. Muxlislar nima savol bergan bo'lardi? Bem aka bosing, sizga men. Yo, bor. Mana telefonga qarab javob bering. Mayli. Eng oxirgi marta kimga yolg'on gapirdingiz? Men lekin endi Oxirgi marta seriyosni yolg'on haligacha men berizga turibdi. Shuni seriyosniysizmi? gapirdi rost. O'zim uyda bo'lib turib, mana kelib qoldim deyishlamasmi? Uni biladi, uni. vijdon qo'ymay ekan. Shuni hozir aytolmayapsiz. Shuni yolg'onligini aytib o'ting. Vijdon qo'ymay ekan, yolg'onni kimga gapirdim? Bor. O'ylan, значит ko'p ekan. Har bir bittasini aytdi yaqinda. Tasini ajraldim. Og'riqli demak. So'raganlarga sevmayman endi. Bo'ldimi sevmayapsan desa yo'q sevmayapman dedi. Lekin yurakda baribir ozgina muhabbat qolib ketgan. Ana. Lekin baribir qaytmaymiz. Ana. Eshityapsizmi? Nima deyapti? Endi tushundinglar, nima uchun bu bola o'ylanmayapti? Tushundingmi sen? Endi deyaptimi? Endi deyapti. Kim o'tirganlar? Bitta savol Bu meni bir marta o'zicha bir Ha. qiladi, suvni oxirida yo'q, boy suvga siqmadim, boy suvga tiqdim, endi siqaman. To'xtab turing hali. Boshlanishi bu hali. Ukamni to'yiga Abbos solish kerak, Abbosxon. Tekinga bordi. Qarindoshmi yo'q, haytermi, kim u? Ikkovi ham. Lekin mana ko'pchilik biladi. O'zimni mana akalarim bor, qarindoshlarim, do'stlarim biladi. Men bironta to'yga kimdir aytsa, ja'ni o'zimnikilarni bilmoqchiman. Qarindoshlar mana yaqinlar bo'ldi-ku. To'yga mehmonga aytsa, men bor xizmat qilib ketaman lekin. Shu odatim bor. Mana kim bo'lishidan qat'iy nazar borib, hurmat qilib chaqirdim meni, o'tirib, kak bo'lishni. Keyin mana sizlar ham bilasizlar, mana hamma to'yda men o'zimni yig'ishtirib turaman boshida, chiroyli kiyim olib. Lekin zaksda ham qatnashaman, yor-yorda ham qatnashaman. Bizga yor-yor biladi. Ha? Ha? Nima dedi? Zaksga. Yor dedimi? Siz yor kim oldi? Assalomu alaykum. Kim oldim? Yo'q. Yor-yorga Sizlar Toshkentda bo'lganman-da, aka. Ya Toshkentda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya qo'limdan kelgancha qatnashganman-da, Toshkentda bo'lib qolmasam. Qo'lidan kelguncha faqat. Videosiga qo'yib beraymi? Odamlar ustiga. To'yda shunaqa odatim bor, sahnaga chiqib olgunimcha o'zim yig'ishtirib turaman. Sahnaga bitta chiqib keldim, san'atkorlik xonanda Abbos Kamoliddin tugaydi. Abbosga qaytaman-ku, shunaqa davran qizdirib o'ynayman, lekin men raqqosiga nomorga to'g'ri. Zo'r qizdiradi. Shunday. Men to'yga sahnaga chiqmagan bo'lsam, o'zini yig'ishtirolmadi. Sahnagami? Pul sochgan ekan. Piyoda ustiga chiqib, pul sochgan. Achkirib. Qani shu achkirib? Oxiri Abbosga yo'qol bilasan. Kuyov jo'ra olibman-da. Ma o'sha. Bilaman. Chaqtirman. Sizlar yumor chimaydi. Olib ketdingizki, keyin qizlar oldiga borib kelinganlarga bunday taqtirib videoga. Undan keyin aka bering bitta ochiq o'ynayman deb shu bilan achib. Men o'ynayotgan paytda olib kettirgan. Achki temasiga kelayotgan bo'lsa, javob o'rtaga ham negerlar achkisini shu o'g'irlab. Atqan ekan. Davron bilan Atqam o'g'irlagan. Ha, agar Jonnini qo'li bo'lmasa agar Вообще. bir jinoyat Hozir nimadir tushib keladi mana shu tomondan. Bir jinoyat tushib keladi. Ham bormi?
Bizda kal bizning sochingizni nima prichoska deymizmi, soch deymizmi, endi bu kishini auditoriyasi votda основной. Yo'q. Ha. Qilyaptimi? Qilyaptilar. Bizlarnikilar ham bormi? Mana shu mana pul topayotganga, anaqaga endi mehnat, anaqa endi agar viloyatdan olib keladigan bo'lsak, katta qo'rg'on bor-ku, o'zim tug'ilgan joy. Bir 15-o'rinlarda Yo'q. na reklama beradi, na to'y beradi. Qashqadaryo bilan 75. Qashqadaryo bilan yo'q 75 yo'q, Surxondaryoga kam xizmat. Mana Qashqadaryo bilan vodiy taraf Xudoyimga shukr juda yaxshi ko'raman. Men Qashqadaryoda yaqinda ham mana Navro'zda 9 ta xizmat oldim 3 kun ichida. Hozir mana Zanqada ham bor, gruppamizda yozilgan turibdi, qarang. Nechta xizmatim Qashqadaryoda hozir mana. Bu intervyu qachon chiqadi? Chiqib qoladi. Mana bittadan 1-iyun katta Qo'rg'onda bitta teatrda bitta xizmatim bor. 6-iyul Urgutda bor. Ketdi mana sentyabr Qashqadaryo. 20 Qashqadaryo, 18 Qashqadaryo, 27 Qashqadaryo, 25 Qashqadaryo. Faqat Qashqadaryo. Qashqadaryoga chiqamiz aytishdi, bironta bizga chaqirsanglar intervyuga o'zimiz boramiz. Shu polni studiya bilan boramiz o'zimizga. Qashqadaryo. Urguncha bilan. Farqi yo'q. Boshim bor. Mashinamiz bor. Qashqadaryo birinchi o'rinda hozir xizmatlarda. Mana shu sochingiz masalasiga keldik. Siz soch turmangizni buzib qo'yish mumkin bo'lgan kuchli shamolmi yoki Faridami? Farinami? Ismini bilib oling, amalsiz. Farinani kutilmagan hazilimi? Farina. Ye, mana Biroq hazil qiladimi yo'qmi? qiladi. Kutilmagan hazil to'kib berib qo'yadigan. Men shunaqa tug'ilganman-da, men kimdir bunday kutilmagan hazil qilsa bitta atlet qilib olaman-da, men bir. Bu hazil qilib menga atlet keldi. Bir bitta tiqib olaman. Sen buni tiqmoqchimmi? Menga tiqib olib. Endi siz bularga tiqing. Ya, tiqilib bo'lgan. Buni hayot tiqqaningni. Hayoti o'ylanmagan. Siz ikkalasini tiqib qo'ygansizlar hozir. Hayot bunaqasiga, probkasiga. O'ylanma. Bitta chiroyli savolim bor. Men Abbosman. Ozgina o'zing yulduzdek his qil. Yulduz o'rniga o'tiribdi. Jinni? Qani? Siz aytganim yo'q. Ha, o'zing ayting. Yozingni qo'ying. Ismingiz Usmonov emasmi? U haqidami qani? Men Men hozir. Серьезно, Usmon? Dilshod Usmonov. Ha? Du. Gap yo'q. Operator janoblar, uzr. Abbos O'zbekiston media kelajagidagi nima desa oladi? Hali o'qishda o'qimadi. Keyin hurmatli heyterlar, shunaqa savol beradimi, uyida, bumida demanglar, chunki bu yerda hozir bir professional boshlovchilar kimga o'tirgani yo'q. Bu yerda prosta yuragidan gaplashib uchun kelgan odamlar. Shu yuragiga qiziqarli savol, kayfiyat uchun. Yo'qsa like bosinglar, yo'qmasa podpiska bosinglar. Usmonov bilan duet ishingiz uchun mana bu yaxshi yangi olgan avtomobilni sotaysizmi yo sotmaysiz, tekinga bera olasizmi yo'qmi? Yulduz Usmonov duet. Bitta duetda siz lekin Yo'q, aka. San'at shunaqa narsa-da. hozir Yulduz Usmonov topdi. Mayli. Har bir qo'shiq darmonni. Dalani. Yo'q. Endi misol uchun ustoz oldilariga borib aytaylik deyish mumkin. Yoki bo'lmasa bir qanaqadir ustoz mayli Abbos sana plyusingga duetga ketadi. Sizlar qaysi ma'noda o'zi shunaqa san'atkor shunaqa narsa bor, misol uchun siz ham mana qo'shiq aytamiz. Deylik, men leveldan ko'ra siz ozgina balandroq, misol top yurgan. Men Hamdam Sobirov bilan ishlaydigan mana san'atkorlar aytaylik. Hamdam Sobirov topda. U bilan aytadigan mana qo'shiqchilar bor. Duetchilar. Shart qanaqa bo'ladi san'atda? Misol uchun men kelyapman oldilariga, aka, birga qo'shiq aytaylik. Siz aytasiz, bo'pti aytaman. Rasxo'dan ko'tarasan klipni deysiz. Xo'sh. Shunday. Men tipa tushib beraman. Qo'shiqni aytaman, tushib beraman. Aylantirishsan bo'yningni. Ya'ni odam tushib beradi. O'shnaqa variant bo'lsa da bo'lishi mumkin. Lekin bir Yulduz Usmonova bilan duet aytish niyatimni o'zi bo'lmagan shu paytgacha bir qanaqadir. Kim bilan niyatsiz o'zi? Duet aytish. Ozodafa bilan bo'lsa aytardim, Nursaidova bilan. Nechalachiga juda yaqinsilar. Men o'zi mana muxlislik sifatida ham men Yulduz opani ham qo'shiqlarini mazaq eshitaman. Onam Yulduz opani muxlisi. Lekin men o'zimga muxlis sifatida agar ijod nuqtai nazarida eshitish, insoniylik bir boshqa bo'ladigan bo'lsa, men Ozod opani tanlayman. Duet aytishga ham Ozod Nursaidova bilan aytgan bo'lardim. Nima kutib qolaman shu duet. Mana o'zi bir 2 haftadan keyin konsertlar bor ama. Lekin men ko'raman pastdan Abbos
Har doim opa meni quchog'iga sahnaga olib chiqadi. Mana shu narsa mana Shunday. Hosil opa juda yaqin. Rahimova. Yaqinda MTV videoga chiqib ketdi, ko'rdingizmi yo'qmi? Hosil opa juda yaqin. Keyin mana duet aytishga iloji bo'lsa, men shu kunlarda mana niyat qilib yuribman, Ulug'bek Yo'lchiyev bilan birga aytaylik deb. O'zim ustozim, mana san'atdagi real qo'shiqchilik ustozing kim desa, ana hamma san'atkor ustoz. Qanaqadir ana ustoz deysiz, lekin prям o'sha ijodni o'rgatdi, mana bunaqa masamni qaytasan deb qo'shiq berib, qo'shiq yozgan odam shu Ulug'bek Yo'lchiyev o'sha mast ayladigini aytgan inson. Shu inson bilan duet aytishimizni aytardim. Men degan real kutib qolaman Abbosdan topoviy anaqalar bilan. Bo'ladi, aka xudo xolis bo'ladi. Men kutaman mana. Xudo xolis. Mana hozir aytib ketay, Triploz reklama qilib ketay o'zim. Nasib qilsa, bir oydan keyin Gullahan degan yangi qo'shiqimiz chiqadi. Charos 2 xullas, sho'xidan. Tisir o'ynaydigan xudo xolisa yozda sezonda eshitadilar. Xudo xolis to'yingdan san. Abbos To'yingizni kuzdagi mo'ljallasangiz yana 3 ta qo'shiq chiqaraman kuzgacha. Kakka. shu kuzda kakirasiz. Qishgacha 6 ta chiqmaydi. Birdan to'yga mana qo'raydi. Dijorga qo'yib qo'yarsiz. O'tirib Nima qilasiz barim? Yaqin. Hardamda hamdam bo'lmadi yor deb aytib berdim bunga. Hozir tayyorlab qolaman. Materialni iltimos. Aytmaydi. Qaysi savol keldim? Adashib ketyapman. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvda Farina sizga qaraganda ko'proq gapirib yuborsa, ichingizdan ertaga montajlash joyini kesib tashlayman degan reja tuzasizmi? Chunki montaj bizning qo'lda emas-da. O'sha montajchiga aytaverasizmi? Yo'q, bizni naborot mana o'sha o'zi bo'y temasi ham, mana ko'rsatuvda mana bo'yim kichkina deydi-ku. Men ona opa deyman, xola deyman, ona bola ko'rsatuvi deyman, yonida turib. O'sha bo'y mavzusi ham o'zi boshida shunchaki impraga gapirilib yuborgan. Hatto mana bo'yim pasmas deb yuborgan. O'sha ham ketgan. Mana ko'pchilik mana hayotda ko'raman, ana shu darajada bir insonlar shunaqa mana bugun ham Doniyor shunaqa. Oldimdan o'tyapti, hali bir qanday o'rishman. Hayotda kichkinaligini qara deyapti. Demoqchiman, odamlarga o'sha bo'y mavzusi juda aniq aylanib ketish Farina bilan bo'lgandan keyin hayotda kimdir to'xtadi, "Ay, bo'yinga pasmas ekan-ku" deb, kimdir hayotda rostroq kichkina ekansan deb. Boshida diskomfort bo'ldi menga. O'sha Farinani gapirsa, gapirmay qo'yaverdim, keyin o'sha odamlar aytsa, qanaqadir bir inson qotadigan bu. Keyin aytdim, "To'xta, Abbos, stop. Sani hozir kichkina bo'y boqyapti." Qara shu pul olib kelyapti. Shunday. Eng qiziq joyi shu. Shu 21 yoshda ham kichkinaligini ko'rdim, misol uchun hozir aka men Detskiy magazin reklama qila olaman-da. Shundaymi? Siz yoki jasur borib reklama qila olmaysiz Detskiy magazinni. Men kiyimni kiyib reklama qila olaman, tushunayapsizmi? Bemalol. Shu boqyapti meni. Undan tashqari, shu sevimli qildi xalq uchun meni. Eng Kichkinagina bo'lib olib, men odamlar orasida yurib, o'sha san'atkorlar bilan yurib, shu anaqa qildi. Men aytdim, nima kerak menga? Nimaga beraman? Hozirni qilib qo'yaman. Bironta qizlar kelarasizmi? Shu o'zim tenga qizlar kichkina qiz. Hayotda bo'yingiz rasam pas ekani desa, erga tegmoqchiman deyman. Yuziga qarab. Keyin birgalar bitta onaxonni zo'r qildim. Shu 42 yoshda onaxon, shu qizlar bilan kelyapti, 16 yoshli qiz bilan. Qiz bilan rasmga olyapman. Ana. Gapirish manierasi boshqa bo'ladi. Juda pas ekansiz hayotda, inson qotib. Aytdim, "Baribir qizga uylanmayman" dedim. Opaga qarab, "Opam izladi, opam izladi." Ketdim keyin. Tamam, qaytib savol berilmay. Bo'y haqida gapirmanglar, iltimos Abbos. Bo'yim 1.60 hozir. Besim ham 60. Men topdim keyin. Anaqa bodybuilder qiz bor. Aminami? Nima? Hadicha. Shu anaqa islomiy nima deydi? Hadicha. Said Muhammaddan nima edi? Kim u? Bodybuilder qizcha bor. Hijobli. Qozog'iston. Katta qurol. Yo'q, Qozog'istondagi Toshkent. Samarqandga ko'p kelyapti-ku sizlar. Xo'sh. Bizni ko'rayotgan bo'lsangiz menga chiqingiz. Urug' qilibdi. Shu yerda Ana halal bodybuilderda tushunyapsizmi? Hijoblarga. Yaxshi, kuzatamiz biz. Kuzatadi. Kuzatdi. Apravmanga kim uylanganda bu? Kuzatamizlar. Manga o'tkazib olgan bo'lsa, Reels'da ham shunday tashlaydi, ko'rdingmi? Tamam, dadasi qarab o'yin uzunlaydi. Dadasi nima qizig'i bor sizga uylangan odam? Agar stop, mashina olaylik. Hozir azizlar bodybuilder haqida mavzu bo'ldi. Shu intervyuda, podkastda mana shu joy kesilsa agar montajda, men Instagramga mana shu joyni post qo'yaman. Bodybuilder qizni dadasini bo'y uzunligini bu tashlagan odam mana shu odam bo'ladi.
Aytmagan gapim chiqdi. Har bitta videosini, reelsini Dilshod akaga tashlab qara yangisi chiqibdi. Dilshodga oxirgi video Tosh ko'taribdi degan video tashlagan ekan. Xullas, mabodo xotirdan qo'rqib, Behraj akam qo'ymasa, men postga qo'yaman, va'da. Mujikda Boraman, javob. Kelishikmi? Qo'yadi. O'zim uchun olib qo'ydim men. Oktagon ligaga chiqsangiz kimdan o'xshardingiz? Hasbik bir. Xasbikmi? Asli Oktagon ligada emas, O'zbekiston emasda. Oktagon. Biz mana shu bo'y siz qadar bo'ylilar bor. Ya o'zi aslida Oktagon ligaga chiqmasdim men. Eralmi? Erar yoshi ham kichkina aka. Kichkina. Bu ham kichkina bo'lsa-chi u. Uni Orqasida Ayni meni ham arqam baqvat aka. ularnikida emas. Ishoning. Juda baqvat arqam. Bizani ham baqvat qiling. Ya endi u hammaniki. Bo'ldi-da. U kimgadir ishonsa, men kimgadir ishonmayman. Round. Gapim yo'q emas bularga. Tavakkal. Allo. Bor, mana bor. Abbos chaqirgangiz boshqa. Mehroj? Familiyasi. Olimjonov ekan. Panelga o'tirib, ana bo'laveradi panelga. Yo, hamsiyamiz bor. Kakra sochlari o'sib ketgan, mana ozgina kal qilib chiroyli chiqarib ekansiz. Onam masalan, onam o'zlari bilanlar, что onamsiz hayot shunchalik menga qorong'i. Ha. Любой odamga zaminni topib olaman, любой ota-onamdan boshqa. Любой masalan, prima aytaman, onamga aytgan, onam sal mazasi bo'lmay qoladi-ku. Ishoning, hayot ana shu vaqt cho'rni berib qo'yaman-chi. Onam sal temperatura qilib qo'ysa, oddiy 37 deydi, mana nimadan. Ishoning, birontan yuzida o'libgan ko'raman-ku. Qanday u nima shu o'libga qilyapti, ana shunaqa men yuraman. Chunki onam salgina betob bo'lib qolsalar, men o'zimni yo'qotib qo'yaman. Mana shu narsa menda bilmadim, qolganlar bilmadim. Qolganlarni o'zim ko'rganman, onasi betob bo'layotganda ham ko'chada o'rtoqlar bilan salom ana qilib yurgan joyi. Lekin meniki menda, men o'zimni olib kelsak, ishoning aka onam o'zim guvoh bo'lmaguncha yaxshi deydilar. Onalar yomon demay. Yaxshi bo'lmagunlarcha men вообще mencha kuldirolmayman hech kim. Oldinga masalan o'sha $1 million olib qo'ying, men kuldirolmayman hech kim. Mana shu narsani aytib o'taman. Bir kam dunyoga ibora bor, to'g'rimi? Nima kam sizda? Bir kam iborada nima kam? Bir kam dunyo. Xudoyimga behisob shukr ana shu narsani o'ylab ko'rmagan ekanman. Bir kam dunyo, lekin ana shu narsani o'ylab ko'rmagan ekan. Gapirsam ko'z tegib qolar, lekin ishoning, Xudoyimga ming hisob shukr hech nimani o'ylab anaqa qilgan yo'q. O'ylab bitta aytganimni onam betob bo'lib qolgani. Agar shu onam hech qachon betob bo'lmasa edilar, ishonib qolgan hamma narsani bilardim. Bir kam dunyo shu odam sog'lig'i deb o'ylayman o'zimcha. Sizda-chi? Menga qo'ymasan. Xotin yo'q. Ya, Hazil tomonlama olsa. Hazil emas, bu jiddiy savol. Yurakdagi. Halovat, sog'lik deydimi? Vochi hammasi yaxshimi? Sog'lig'inchi. Sog'lig'immi? Chotki. Niyat ozgina ishi bormishdi. Ya. Hammasi. Hazildan bo'lma aytaymi? Bitta pochka. Xotinga. Pochka aytib sirazi. Ya, pochka. Da. Ikkita. Bering savollarni, bering. Men savol bersam savolim tugamaydi lekin. Bering. Intervyu haqida bo'lib qoladi. Asli haqida bo'lib qoladi. Bu odamlarga bizni haqimiz ham qiziq. Bu ikkalasi hamma izzatni, bular ikkalasi uchun izzat bo'ldi. Sizga aytilgan eng chiroyli yolg'on qaysi? Eng chiroyli yolg'on. Menga hech kim yolg'on gapirmagan shu kungacha. Sen haqingga. Men arqamdanmi, men o'zimga ham. Ya, o'zingizga. Ishonma. Ha? Eng chiroyli yolg'onmi? Sen qizlik hech aytganmi, buncha chiroylisiz Mehroj deganmi? Arqamga yolg'on gapiradi. Arqa yolg'on gapiradi. Arqa yolg'on gapirmaydi, shunday deyursiz. Rozimi? Deyversan, o'ylangansiz lekin qizlar har kun gapirasiz. Yolg'on soat yolg'on. Chiroyli yolg'on gapiradi. Hamma Chiroyli emasmi bunda? Sizga. Menga hali hech kim yolg'on gapirmagan lekin. Dema, boshlandi. Yo, realni. To'g'risini ayt. To'g'risi. No, yolg'on yo'q, to'g'risi. Tugatamiz shu bilan. Mayli, uni buni qo'yamiz. O'zimiz chevaz o'rnog'iga uni-buni. Erda berdi. Abbos bitta narsa aytib o'tay, hozir mana shu momentdan shuni olib, Triple o'zni biz ochdik. Biz shuni ochishimizdan oldin kimga yozsak, ya'ni o'zimizni bizga yordam berishadi o'yladi. Poddержка bo'ladi o'yladi. Chunki o'zimizni bari kategoriya poddержка o'zimizga tushadi har kun. Bu biza bironta nimasiga muhtoj emas biza. Yana qaytarib o'taman. Biza pul uchun qilganimiz yo'q bu paytda.
Biza shu shu orqali hamma brend proyekt bironta reklama olgan taqdirimizga ancha pulni biz bir tiyin o'zimiz qo'yamiz. Chunki bizga rizqni berib turadigan Alloh. Shu bir ikkita blogerlarga gapirib o'tamiz. Iltimos, kibrlanmaydi. Baribir o'tib ketadi. Abbos, 900 mingta подписчиga bor masalan. Men shu bilan bilgan vaqt Abbos 2023-yil qancha obunachingiz bor edi? 200 mingtami, 150 mingta. Men buni Instagram yo'q deb o'ylaganman ko'rgan vaqtim. Real aytaman, men Abbos. To'yda ko'rishganmiz. Kim bu Abbos? Kirdi, akajon dedi, bo'ldi, ismim Abbos. Abbos bo'ldi. Men o'sha qo'shiq aytdi, yaxshi muzikalni o'qishda kerak edi. O'shaniki ham akajon bo'ldi. 900 mingta bor. O'sha Abbos. Hech nima o'zgardi. O'zgargan yo'q. Ozgina tentagrab o'qib qo'ygan. O'zgarmaydi. O'ylanmasa agar. Oxirgi shu bitta bilaga shunday o'zgarmasa bo'ldi. Abbosga bitta statuya yasaymiz. Bor. Sizni tayyorlab qo'ying. Sizda oldin aytishgan gapda. Sizdan keyin ham aytishgan Eng gap. zo'ri Abbos. Bir xil turadi. Archa. Bunday Eng ko'rsatma. zo'ri Abbos. Taklif uchun ularga rahmat akalar. Men maza qildim, suhbatda maza O'zim qildim. maza qildim. Biza Shunday ham. to'g'risi maza qildik. Savol javobimiz zo'r bo'ldi. Rahmat yo'qdi. Abbos Baho berish odamlardan. nasib endi. Shu bilan nima deymiz? Ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Hammaga xayr, bizani kuzatib borishda davom eting. Albatta, ko'rgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar, xudo xolasa. Ozmi, ko'pmi kayfiyatiga kayfiyat qo'shgandirmiz yoki bo'lmasa bir tafakkur qilishga bir qaysidir savol majbur qilgandir. Shu uchun sizlarga rahmat, sizlar oxirigacha ko'rdinglar. Nasib Triplus ko'rsatuviga shunaqa omadli tilaymanki, xudo xolasa. Ne только blogerlarga, san'atkorlardir, biznesmenlar, o'z kasbini eng zo'rlar o'chiritga tursin. Va Triplus ko'rsatuviga akalar, xudo xolasa shunaqa omad tilaymanki. Shu raketadek tutsin iloyim. Shayxan bloger, san'atkor, bir biznesmen o'z kasbini eng zo'rlari, davlat xizmatchilari bo'lish mumkin, boshqa meni ham chaqirarmikan degan narsa tursin. Chunki mana biz san'atkorlarda shunaqa narsa bor. Bizni kimdir hurmat qilib chaqiryaptimi? Qaysidir bir ko'rsatuvga, bir podkastga yoki suhbatga. Nimaga? Shukr qilishimizga qiziq bo'ldik. Ya'ni yo muxlislar so'ragan bo'lishi mumkin, muxlis talabaga binoan. Boshqa uchun o'ziga biz qiziqimiz yo'qdir, lekin muxlisni chaqirsa ba'zida shunaqa joylarga borib qolamiz-da. Boshlovchi o'zi salom bergisi kelmaydi, lekin muxlislar yaxshi ko'radi. Shunaqa suyukli ko'rsatuv qilsin, xudo xolasidan ko'rsatuvlarni ham aka. Nasib bu birinchi, bu yoqdagi yangi anaqadagi birinchi yangi formatdagi birinchi podkast mana shu bo'ldi. Tarafiga va'da berishaylik. 100-siga ham chaqirasizlar. O'zi 99 aylanib, har 100 tadan bittaga kelib beraman. Keyingisida sherik olib kelasiz. Bahonasi nasib. Agar mana shu video 100 mingta like hisob kelaman mana shu intervyuga. Bo'ldi, xudo xolasa 100 mingta bo'ladi. Dilshod 100 mingta akkaunt ochib bugun. Targa turish mumkin emas. 100 mingta akkaunt ochadi o'zi bo'ladi. Harakat qilsin. Nasib. Bo'ldi, xudo xolasa salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Abbosga yana bir bor rahmat. Sog' bo'linglar. Hurmat uchun rahmat. O'zinglarni asranglar, omon bo'linglar.